100% o'zbek tilini tushunadigan va siz nima xohlab turganingizni biladigan va eng asosiysi mutlaqo tekin yangi sun'iy intellekt chiqdi. Salom sun'iy intellekt va dizaynga qiziqadiganlar, bugungi videorolikda biz Rave sun'iy intellektni batafsil ko'rib chiqamiz. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin biz asosiy oynaga tushamiz va bu yerda aynan Rave tomonidan chiqarilgan rasmlarni ko'rishingiz mumkin va sifatiga e'tibor qarating. Oddiy misol, mana bu rasmga bossak, o'sha rasmda bloklari chiqadi. Oddiy misol, mana yuz bor, mana bu yerda qo'l bor, mana bu yerda o'sha taomi bor. Ya'ni e'tibor qarasangiz, mana belgilangan joylari bor. Biz bemalol mana bu yuzni tanlasak, edit degan joyi bor. Biz bu yerga ayol kishi bo'lsin deb yozsak, bo'lsin va OK tugmachasini bosamiz va bu yerda mana yuboramiz. Va boshidan mana shu blokni o'zi aynan generatsiya bo'ladi va biz belgilagan joy o'zgaradi. Ya'ni biz alohida kerakli joylarga urg'u beramiz va bu mutlaqo tekin va o'zbek tilida eng asosiysi. E'tibor qaratsangiz, hozir mana generatsiya ketyapti va bu yerda men generatsiya bo'lishdan oldin kichik bir ma'lumot bermoqchiman. Meni MetaArts degan kanalim bor. U yerda 10746 ta bo'ldik va sun'iy intellektga kerak bo'lgan jamiki ma'lumotlar bor va mana e'tibor qarating, bizni bloklarimiz tayyor bo'lyapti va mana bu aynan yuz tuzilishi hozir ayol kishi bo'lish kerak. Va bundan tashqari men alohida mana sun'iy intellektlarga kerak bo'lgan ma'lumotlar, dumaloqchalar hammasini o'zim yuklab turaman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, aynan havolani qoldiraman, obuna bo'ling. Va mana generatsiyani ko'rishingiz mumkin. Hech qayeri o'zgarmaydi va yuz tuzilishi ayol kishi bo'lgan va bu mutlaqo tekin va o'zbek tilida. Endi umuman qiynalmaysiz. Ya'ni mana shunday narsalarni qo'yib yubormaslik uchun MetaArts kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Demak, biz generatsiya bo'lishini kutamiz. Kimda esda bo'lsa, boshida soqollik amaki bor edi va hozir mana generatsiya jarayoni ketyapti, sekin sifat oshyapti va hamma narsa shundoq qolgan. Va bu yerda e'tibor qarasangiz, mana ayol kishini yuzi paydo bo'ldi. Bu nima degani? Bu sun'iy intellekt yanada sifati oshdi degani, yanada bir qadam ko'tarildi degani. Va e'tibor qaratsangiz, mana bu birinchi rasm, mana bu esa ikkinchi rasm. Hamma narsa o'z joyida qolgan, lekin ayol kishini yuzi o'zgargan. Endi esa men sizlarga yanada tushunarli bo'lishi uchun o'zimizni promptimizni ishlatib ko'ramiz. Ya'ni bu yerda kapalakchaga bosamiz, new albomga bosamiz va ekranda o'ng qismida prompt yozishimiz kerak. Aytgancha, men mana shu promptni Telegram kanalimda qoldiraman. Bemalol o'zingiz ham ishlatib ko'rishingiz mumkin. Demak, отправить ni bosamiz. Bu qanday prompt? Bu 3D aynan qahramon, avatar va naushnigi bor va juda ajoyib aynan emotsiyada turgan. Endi esa nastroykalarga to'xtalib o'tamiz. Demak, nastroykalar nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bizga nechta rasm chiqaradi? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta yoki 8 ta. Yoki aynan o'lchov belgilari qanday bo'lsin? 16 ga 9, 1 ga 1 yoki 9 ga 16 farqi yo'q va bu yerda sizga kerak bo'lgan narsa 100% sizni promptingizga e'tibor qaratsinmi yoki agar mana buni bossangiz, siz alohida promptga o'zgartirish kiritishi mumkin deb aynan Rave'ga bir to'sqinlik qilmaysiz. Ya'ni o'zi bir narsalar qo'shib yuborishi mumkin. Yaxshi narsa va bu yerda custom bor. Ya'ni o'zingiz instruksiya berib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni menga mana bunday rasmlarni chiqarib berasan va menga mana bunday rasmlar kerak emas deb yozib qo'ysangiz, bu aniq tushunadi. Va e'tibor qaratsangiz, mana ikkita rasm. Mana bu rasmni ustiga bosamiz. Va bizda aynan mana shu bloklar bo'linadi. Bo'yni ustiga bossak, mana face, hair, ya'ni yuz, soch va mana shapkalar. Endi esa biz mana bu sochni o'ziga bosamiz va sochga yozamiz. Oq soch bo'lsin va OK ni bosamiz. Va bu yerda shapkani o'zini edit qilib qizil bo'lsin. OK. Va bu yerda mana ustuvoshni sariq qilamiz. OK. Va bu yerda mana yuz bor. Yuzni o'zini alohida mana ko'rib olishingiz mumkin. Va yuzga biz og'zi ochiq bo'lsin deymiz. Og'zi ochiq bo'lsin. Va OK tugmachasini bosamiz. Va bu yerda e'tibor qaratsangiz, biz o'zgartirishlarni o'zbek tilida yozdik. Va aynan jo'natamiz va bizni aynan rasmimiz generatsiya bo'ladi. Ya'ni biz o'zgartirgan joylar, qolgan joylar shundoqligicha qoladi. Endi generatsiya bo'lishdan oldin mana shunday qiyin promptlarni va promptlar bilan qanday ishlash mumkinligini kichik bir ma'lumotini bermoqchiman. Mana MetaAI degan yopiq Telegram kanalim bor va bilasizmi, juda ko'p kishi prompt yozishda qiynalar ekan va shuning uchun men dars chiqarib qo'yganman. Promptni qanday yozish, qanday qilib sun'iy intellektga nimani xohlab turganingizni to'g'ri tushuntirib berish va umuman promptlar bilan xato qilmaslikni 9 ta punktdan iborat bo'lgan kuchli algoritm darsini chiqarib qo'yganman. Agar siz ham promptlarda xato qilishni xohlamasangiz, mana bu aynan yopiq Telegram kanaliga obuna bo'ling. Juda ko'p ma'lumotlar bor. Bundan tashqari 4 oylik aynan manba sun'iy intellekt bilan va men o'zimning tajribam mana shu kanalda yig'ilgan. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada men havolani qoldiraman. Demak, e'tibor qarating, biz aytgan narsa
hammasi o'zgardi. Ya'ni ust-bosh sariq bo'ldi, og'iz ochiq bo'ldi, shapka qizil bo'ldi va soch oq bo'ldi. Va bu haqiqatan ham yangilik. Agar sizlarga shunday darslar qiziq bo'lsa, Telegram kanal, YouTube kanalimga obuna bo'lishni unutmang.